Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sizlarni bugun Qo'qon bozorini optim narxlari bilan tanishtirib o'taman. Tovarlarimiz Qo'qon bozoridan chiqadi. Abzorlarimiz har xil narxda, bu yerda har xil assortimentlarimiz serob. Hozirda trendda bunaqa modellar zo'r ketyapti hozir. Narxi ham tushib qoldi bularni. Bular 98 mingdan sotib turadi. 92 mingga aylandi hozirda. Narxlar tushyapti, 1-2 ming so'mdan arzonlashadi. Yoki-da ko'proq sizlarga arzon ham qilib beramiz. Bunaqa Xitoy kopiya ishlar ham chiqdi mana. Bularda birinchi Xitoyga kirib kelganda, uni hozir zavod ishlar bilan quyma bo'ladi. Padoshlari yaxshi, sifatlari zo'r, taylari ham yumshoq. Qoliplari ham tiniq chiqdi. Mana shunaqa modellarimiz bor. Kimga qiziq bo'lsa, Telegram gruppa qoldiramiz. Nomer qoldiraman, shu nomerga yozsalaring. Men Telegramdan kanal tashlab beraman. Narxlarni o'sha yerda ko'rib olasizlar. Bular ko'pi turetskiy kopiya, Xitoy kopiya ishlar. O'zbekistonda chiqqan. Narxlari o'rtacha masalan 50, 60, 70 ming, 80 minggacha, 90 minggacha bor. Mana shu yerda ko'rib turganlar shunaqa narx ko'pi. Lekin gruppaga o'tsalaring, katta skidkali narsalar chiqib qoladi. 30-40 mingdan zo'r tovarlar chiqib qoladi. Xitoy mahsulotlari shuna skidka bo'lib qoladi, qo'yamiz. Xabardor bo'lib turasizlar. O'sha kanalda hamma yangiliklar, nima narsa skidkaga tushsa sразу qo'yiladi. Lekin ko'p bo'lmaydi, ko'pincha soni kamroq chiqib qoladi. 5-6 pachka, 10-15 pachka bo'lsa, sразу e'lon qilamiz, bunchadan berib yuboramiz deb aytamiz. Shunaqa narsalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, обязательно nomerga Telegramdan o'tib yozinglar. Bular hammasi O'zbekiston ishlari, mana O'zbekistonda chiqqan 5 talik bo'ladi, pachkada 36 dan 40 gacha 5 talik chiqadi xullas. Padoshlar yengil, turishiga qaraganda ancha yengil ishlar. Sifatlari xudo xolisa, ana tushib ham ketdi. Uyaltirib qo'ymaydi. Qora mana. Har xil mana uni ham bilsalar Xitoy sotganlar biladi. Bu O'zbekiston varianti, lekin ancha yaqin ishlangan. Narxi bir teng barobar arzon bo'ladi uni. Lora pianolar bor mana masalan. Buni 36 dan 40 gacha bular ham 5 talik bo'ladi. Buni podroskovoylarni ham to'g'ri beraveramiz. 30-35, 35-39 yillari ham bo'ladi. Shunaqasini to'g'ri beraveramiz. Keyin mana uni ham Xitoyga bor edi. Bu O'zbekiston varianti. Uni lakligi ham juda chiroyli ekan. Menga mana shu lakligi yoqdi. Bunaqa maloshni qora skromlilari ham bor. Ko'raverasizlar mana. Shunaqalar mana zamishvit o'yboblar ham bor. Xo'p, keyin bunaqa ishlar ham bor. Bular ham kopiya ishlar, padoshlari yaxshi, yo'llari tikima chokli. Shunaqa modellarimiz bor. Tapchikalar oldi ochiqlar ham bular arzonroq qilib berib yuboramiz. Qiziqsalar agar. Endi hozir oldi yopiqlar chiqib kelyapti. Endi sezon shunga qarab ketyapti, havo salqinlayapti. Lekin kimgadir agar oldi ochiq ham kerak desalar, arzon qilib beramiz. Bular ham mana turetskiy kopiya ishlar. Skromni otcha naqasi yo'q. Bular ham narxi bilan yozib qilib qo'yamiz. Buni narxi 72 ming so'mdan bo'ladi. 72 mingdan rangini tanlab olaverasizlar, xohlagan rangini. Aralash qilib berolmaymiz. Masalan, ko'pchilik aralash qilib bir pachka olsam bo'ladimi deydi. Yoki bittadan masalan 10-15 xil narsa tanlab olsam bo'ladimi deydi. Unaqa qilish iloji yo'q. Masalan, sizga kerakmi bir pachka? Mana shu svetda o'zi bo'ladi. Yoki mana shu svetda o'zi. Vkusingizga qarab tanlayverasiz. Mana ularimiz 65 mingdan bular. 65 dan mana shu. Bularni 65 mingdan. Xo'p, bularimiz 75 mingdan qilib beramiz. Ko'proq olsalar, o'zi qimmatroq qo'yamiz gruppaga. Agar qiziq bo'lsa, ko'proq olaman desa 75 dan qilib beramiz. Kimlarlar bor mana. Ko'rishlar mumkin mana. Hop, bizda dastlabki kunlarimiz seshanba, payshanba, shanba kuni bo'ladi. Seshanba, payshanba, shanba, haftada 3 kun bo'ladi. Kimdir kelaman desa, Telegramda yozinglar, uni ham tushuntiraman. Agar yo'q, men kela olmayman, vaqtim yo'q, dastlabki qilib bering deydigan bo'lsalaring, uni ham tushuntiraman, qanaqa dastlabki nima bo'ladi. Hamma ma'lumotlarni yozamiz. Mana bugun ham chiqib turgan tovarlar hozir ko'rsataman. Xo'p, mana bugun mana buni tovarlar chiqib ketyapti mana O'zbekiston. Bu yerda videoda yo'qlari ham bor-da mana. Bunaqa nimalar ham bor, damashniklar ham bor.
Gezer qilib so'raganlar, bular bor. Bular 30 ming so'mdan berdi. Mana unaqalar bor, 55 ming so'm. Bular ham chiroyli. Bularni oshmabman. Mana shular ham bir kishi olishdi, 5 pachka narsa olishdi. Shu 5 pachka narsa 1 million 100 mingmi bo'ldi. Masalan, kimga qanaqa hisob qiziq bo'lsa, где-то bir 1 million atrofida shunaqa 5 pachka narsa olishlik mumkin. Nimaiki bizda tovarlar o'rtacha 50 ming atrofida-da. O'sha 50 ming atrofidagi narsa olsanglar ham 4-5 pachka narsa 1 million atrofida bo'ladi. Shu qanaqa savollar bo'lsa, nima takliflar bo'lsa, kommentariya yozinglar, like bosinglar, podpishka qilib qo'yinglar. Obuna bo'lish isdan chiqmas, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.